Beyjingda bayqalgan omikron vaqasidan keyin Xitoy hukumatı Beyjing qishloq olimpik tənhərəkət musobaqasining biletini setish planini bekor qildi. Buningga asosan xalqarалық tomoshabinlarning davlatga kirishiga yo'l qo'yilmaydi. Faqat tanlangan yerlik kishilar olimpikni ko'ra oladi. Bu qaror kishilik huquq jihatda boyqut qilingan olimpik tənhərəkət musobaqasiga yana bir soya tushirdi. Yaponiyaning diplomatiya ministri Hayashi Yoshimasa, Yaponiya Amerika ittifoqi va davlatning mudofaa iqtidorini kuchaytirib, Hind Tinch okeanining tinchligiga kafolatlik qiladiganligini aytdi. U Tayvan bo'g'izidagi muqimlikning muhimligini ta'kidlab, o'zlarining Uyg'ur avtonom rayoni va Hong Kong alayda ma'muriy rayonidagi kishilik huquq tafsandachiligiga bo'lgan andishasini tilga oldi. Kanada yer shari xabarlari gazetining xabariga qaraganda, Rossiya bilan bo'lgan ziddiyatning kuchayishi sababidan Kanada alohida qismlari Ukrainaga o'rlashtirilgan. Ig'lanishicha, bu askarlar Ukraina qismlarini qo'llagandan boshqa, yana keng ko'lamli tajovuzchilik yuz berganda, Kanada diplomatik xodimlarini tarqoqlashtirish planini tuzish vazifasini o'taydi ekan. Qozog'istonda qonliq to'qinishga aylangan namoyishlardan keyin sobiq prezident Nursulton Nazarboyev 18 yanvar tunji qatim xalqqa sinliq so'z qildi. U davlatning yuqori qatlamida huquq ko'rishi borligini inkor qildi va hozirgi prezident To'qayevni qo'llaydiganligini ta'kidladi. U To'qayevning yaqinda hokimiyat beshidagi Nur Vatan partiyasining raisligiga saylanganligini bildirdi. İsrailiya taratqullarining xabar qilishicha, Isroiliya saqchilari, hukumat amaldorlari, savdogarlar va namoyish guruhlarini o'z ichiga olgan Isroiliya fuqarolarini Pegasus nomli josuslik yumshoq detali orqali nazorat qilgan. O'zbekiston Davlat mudofaa sanoati komitetining bayonotiga qaraganda, mazkur komitet qarmog'idagi uchquchsiz aeroplan sistemasi tadqiqot va ishlab chiqarish markazida Lochin nomida uchquchsiz aeroplan ishlab chiqarishga boshlagan. Bayonotda davlat ichi uchquchsiz aeroplanning harbiy maqsad va fuqarolarning ehtiyoji uchun ishlatilganligi eskartildi va O'rta Osiyoda tunji bo'lib O'zbekistonda uchquchsiz aeroplan ishlab chiqarish turining borligi kelganligi ta'kidlandi. Indoneziya yangi poytaxtga Nusantara deb ism qo'yildi. Ig'lanishicha, Indoneziyaning poytaxti hozirgi poytaxt Jakartadan Borneo orolining sharqiy Kalimantan o'lkasiga ko'chirilgan. Xabar qilinishicha, Indoneziya davlat taraqqiyot plan ministri prezident Joko Widodoning taqim oroli degan ma'noni bildiradigan Nusantara nomini poytaxtning yangi ismi sifatida 80 ismning ichidan tanlaganligini e'lon qildi. Bu ism Indoneziyaning jo'grafiyasini aks ettiradi va xalqaro simvollik o'rniga ega deb qaralgan.